Assalamu alaykum. YouTube kanalını görücüler. Hemen kecha piyollarga azot sagan edim. Bizaniki ölüp kaldı, solup kaldı. Bärige mümkün emas azot deyişetdi. Kecha sagan edim 5 aprelde. Bugün mene 6 aprel. Mene köringler. Hiç biri ölüp kalmadı. Judayam yaxshi turibdi. Qaytaga bärikleri sel açılay deb qolgan o'sha qaytaga. Kechagindan ham ko'ra mene. Bemalol ko'rsanglar, kecha mana men bunaqanday ko'milib ketganda ochib qo'ydim. O'sha ko'rdinglar qancha chiqib qolgan mana. Bir deganda o'sha rezultatini beradi bu. Bemalol qo'rqmasdan faqat ildizini tegiga tekkizib qo'ymasdan salish kerakda. Ko'rdinglar, kecha men qanday mana sepalab saldim mana. O'sha ko'rdinglar bir kunda barglar o'sha ochilib qolgan. Kecha g'uj bijmayib turgan barglar o'sha mana ochilib qolgan. Rasa kommentariyada yazıştı, apa-akalar, singillar hammasi yazıştı, mana rezultati. Ko'ringlar, men sizlarga yana mana bugun ko'rsatib beraman, o'lib qolmaydi dedim. Agar o'lib qolsa, bugun gullarim bari boshi shalpayib, yerga tegib yotgan bo'lishi kerak edi. Mana bari ko'karib, qaytaga barglari yam-yashil mana chiroyli bo'lib turibdi. Даже aldı g'uncha kelyapti mana. Mana g'unchasi. Mana. Qo'rqmasdan bemalol faqat ildizini tagiga yetkizib qo'ymanglar, bo'ldi. Ildizini tagiga yetkizib qo'ymasanglar, bo'ldi. Juda ham yaxshi rezultat bo'ladi mana. Bariklari ham yashnab turibdi bari. Gilasga ham depsizlar, gilasga saganda debdi, gilasim o'lib qoldi, bariklari solib debdilar. Men sizlarga bugun yana gilaslarim var, bariga men salaman tagiga. Baqvat yaxshi o'sib oladi. Ko'rsatib beraman unga ham video obzor qilib. Hammanglar sog' omon bo'linglar.